Bugungi ish jarayonimizda Cherry 7 Pro avtomobili. Bu avtomobilimizni barini yetishlikka ko'pchilik qiynaladi. Shu jumladan o'zimizga ham ozgina birinchisiga muammo bo'lgan. Xo'p, bunga nechta boltlar bor? Mana shu skorost turadi. Skorostda shuni tagidan ushlab, sal qattiqroq tepaga tortilsa chiqadi bu. Hech qanaqa muammosiz, yana shuni joyiga to'g'ri tushadi. Skorost chiqarib olgandan keyin mana bu yoqdagi datchiklari bor, pechkaniki sensor datchiklari bor. Yonidan sekin klipsa bilan chiqarilsa, bu orqasini ko'rsataylik. Hop. Mana pechkaniki mana shu narsasi, mana 4 ta, 6 ta klipsaga turadi. Tamam. Klipsasidan chiqarib olinsa bo'ladi. Bunisi ham xuddi shunday. Klipsaga hech qanaqa boltga emas. Bu skorost oldi. Birinchi tepasi chiqarib olinadi, keyin pastda. Xo'p, mana shu yerga ikkita samerasi bor. Ikki dona samerasi mana shu yerga, shuni samerasi yechiladi. Keyin pastiga mana bu joy ochilsa, ikkita yoniga, xuddi mana shu yoniga ikkita samerasi bor. Bu yechiladi. Keyin barda yoniga ikkita 10 bolti bor mana bu. Yondagi plastmas yechilganiga ikkita 10 bolti bor. Jami hozir 6 ta bo'ldi. Mana bu yoqqa shuna bar ko'tarilsa, hop, kalt imo qo'yadigan joyiga 4 ta 10 bolt bor bu yoqqa ham. Jami 10 ta bolt yechilsa, xuddi shuni bari shuni joyidan chiqib keladi. Keyin nima ish qilmoqchi bo'lsangiz qilaverasizlar. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, podpiska va laykni unutmanglar. Xudo xolasa yaxshi videolar qo'yib borishga harakat qilamiz. Bu avtomobilimizni yechganimiz sababi torpedalarni yechib olgan edik. Pechka radiatori boshqa qo'yildi. Murojaat qilaverasizlar agar shunday xizmatlar bo'lsa, Urgutning xizmatiga.